Tug'ilgan kunimni Vyetnam orollarida o'tkazish uchun jo'nab ketdim. O'zi ham orol ertak namodi, o'zini parklari, akvaparklari, chiroyli plajlari, zooparklari bor. Otelimizdan dengiz shundoq ko'rinib turadi. Orolning hamma joyida gullar, qarab ko'z to'ymaydi. Chiroyli binolar biri-biridan ko'p. Eng zo'ri kanat bilan kema transport vositasi hisoblanadi va xohlaganishincha chiqsiz ham tekin. O'zi ham parashyutda uchdik, akvaparkda ham cho'mildik, bozor aylandik, zooparkka ham, parkka ham kirdik. Bu orolda har kuni salyut otilar ekan. Mamlaqa chiroyli xonalarga ham kirdik. Bug'doyli, kunga boqarli, eng qizig'i o'sha o'simlikni hidi kelib turar ekan. Halol ovqatlar umuman muammo bo'lmadi. O'zbek milliy taomlarini ham topdik. Narxlar endi juda ham arzon. Yevropada bir kun yashagan pulimga bu yoqda bir hafta mazza qilib yashadim. Sayohatimni Bazilik Travel tashkillashtirib berdi. Mehmonxona, samolyot, aeroportdan mehmonxonaga, mehmonxonadan aeroportga individual transport. Hammasini o'zligi tashkillashtirib berishdi. Men umuman boshimni qotirmadim. 24/7 hamma savollarimga javob berib turishdi. Tildan ham umuman qiynalmadim. Sizlar ham istalgan davlatlarga Bazilik Travel orqali sayohatga chiqishingiz mumkin. Viza masalalarini ham o'zligi hal qilib berishadi. Xo'sh, keyingi sizlarga ko'rsatadigan davlatim qaysi bo'lsin? Kommentariyaga yozib qoldiringlar.